Assalomu alaykum hammaga, hurmatli treyderlar. Bugun 11 noyabr 2025-yil. Sizlar bilan Xudo xohlasa Euro USDda olingan bitta chiroyli сделкamizni отработкасini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, biza boshladik, cho'zib yotmaymiz. Xo'p, сделкamiz mana shundan iborat. M15 time frame'da do'sa и M1 time frame'da poslesa, ya'ni bizada ataka buy side likvidnessga bo'lgan. M15 time frame'da ya'ni likvidness yechilgandan keyin SMT kutilgan и mana bittagi aktual BCdan reaksiyasi kutilgan narxni ko'rib turganlaringizdek likvidness yechilgan. Bizada SMT ham bergan DXY bilan qiynalmasdan take profit tomon ketgan. Hop, bularni o'chirib tursam sizlar chalg'itmasligi uchun. Так. Bizada сделка mana $67. Bu kim uchundir bir mелочь pul bo'lsa, kim uchundir katta pul. Summani ahamiyati yo'q, muhimi bilim deb o'ylayman. Так. Biza birinchi navbatda DXYga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, hop, bugun London sessiyada уже men o'tirib analiz qildim. Menda aktual order block plus fair value gap zonam bor edi. Fokusimni shu zonagacha ataka qilishga qaratdim. Londonda men сделка ochmayman, savdoga kirmayman, doim Nyu-Yorkni kutaman. Biza aniqrog'i mana shu harakatni ichida qatnashib qolganmiz Euro USDda, aniqrog'i bayda. Hop, yig'ilib yotgan likvidnesslarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bitta bu ham hisobga olingan, ya'ni likvidlar narx yechishi va juda chiroyli likvidnesslarni impuls bilan yechib berib ketdi. Hop, endi biz mana shu harakatda qatnashganmiz. Hop, yevroga qaraydigan bo'lsak, biz ham buy side'ga ataka qilganmiz. Shu buy side'ni o'ziga bizada mana bitta equal high'lar bo'lgan, shakllangan. Hop, cho'zib yotmayman, men nima ko'rdim? Hop, meni e'tiborimni tortgan narsa birinchi navbatda mana bittagi BC bo'ldi, ya'ni buy side tomon ishlaydigan imbalans bizada aktualdi va narx keldi, juda chiroyli reaksiya berdi va let's go uchdi, ko'rishlaringiz mumkin. Endi M15 time frame'ga oladigan bo'lsam, M15 time frame'da hop, mana bu H1dagi imbalans zonamiz, bizada M15 time frame'da ham juda chiroyli imbalans zonamiz bor edi. Bizada likvidness zonamiz ham bor edi. Mana shu zonamizni likvidness kartinkada ko'rgan bo'lsanglar, likvidness zonamiz xuddi shu sell side, ya'ni internal liquidness, shuni yechilishini kutdim va men dalishi shu yechilgandan keyin buyga harakat qilar dedim. Endi SMTga ahamiyat beradigan bo'lsak, DXY bilan, hop, 545dagi low 745dagi low. Hop, DXY M15 time frame 545dagi high 745dagi high. DXY buni yecha olmayapti, lekin Euro USD bizda juda chiroyli buni yechib bizga SMT beryapti. Hop, SMTdan keyin men sirasi savdoga kirmadim, ya'ni doim savdoga kirmayman. Birinchi tasdiqdan hech qachon savdoga kirmayman. Ikkinchi yoki uchinchisidan kirishga ko'proq harakat qilaman, ko'proq ikkidan kiraman. Xo'p, bizada imbalansga reaksiyadan keyin narx juda chiroyli buy side tomon уже qiynalmasdan chiqib berganini ko'rishimiz mumkin. M3 time frame'da bizada juda chiroyli IFVga bor edi. Mana shu
M3 time frame'da bizda hop, yo'q, mana bitta olaman. Juda chiroyli IFVG zonamiz bor edi. Juda chiroyli IFVG. Shu IFVGdan men savdoga kirdim. Aniqrog'i, xuddi shu tartibda kirdik. Stopimiz lowda bo'ldi. No, stopga ham uncha lowga qo'ymadim. Riskimni to'g'irlab, setlarga stop qo'ydim. IFVGdan savdoga kirdim. IFVGdan savdoga kirdim. Дальше narx juda chiroyli отработка qilib berdi. Buy side tomon juda chiroyli oldi targetimizni. M1 time frame'da. Mana bu imkoniyatdan kirishga ulgurmaganlar uchun mana bitta ham juda chiroyli imkoniyat berdi. Mana bitta farewell gap. Zonamizdan дальше impuls bilan buy side tomon juda chiroyli uchdi. Bugungi сделкamiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. O'zlaring ehtiyot qilinglar. Savdolarga omad. Xudo xohlasa yangi kontentlar kutib qolinglar.